erkak va ayol oila qurayotgan paytda yigit va qizni o'zaro kutuvlari qanaqa bo'ladi aslida? Erkak kishi tabiiy ravishda bunaqa holatlarda shoshadi. Erkak kishi tezroq nikoh bo'lishini xohlaydi, tezroq oila qurilishini xohlaydi. Va ayol kishi tomon ko'pincha teskarisi bo'ladiki, ular bu narsani sal kechiktirgisi keladi. Nimaga? Sababi ularda go'yoki bo'yniga olayotgan xatar ko'proq. Sababi turmush qursa, mabodo turmushi bo'lmasa, ajrashib ketishiga to'g'ri kelsa, ikkinchi marta turmush qurish qiyin. Erkak kishi ajrashib ketsa yana uylanib ketaveradi-da biz jamiyatlarda. Doimo bunaqa emas, lekin umumiy shaklda baribir erkak kishiga osonroq. Shuning uchun ayol ko'proq o'ylaydi, ko'proq ikkilanadi, ko'proq vaqt olgisi keladi. Oqibatda erkak kishi salbiy tomonlarga ko'zini yumish ehtimoli oshib boradi. Ko'rish kerak bo'lgan narsani keyin to'ydan ketadi. Shuni qanaqasiga ko'rmadim deydi. Falonchi aytuvdi-yu menga deydi. Ayol kishida bo'lsa, ehtiyotkorligi oqibatida ba'zida yaxshi imkoniyatlarni qo'ldan boy berishiga olib boradi. Shuning uchun bu erkaklarda bir muammoga olib boradi, shoshish va ko'rmay qolish kamchiliklarni ayollarda bir muammoga olib boradi, kerakli fursatni qo'ldan boy berish.